Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bir mavzuni muhokama qilamiz. Hozirgina e'lon qilingan yangiliklar har bir pensionerning hayotiga, ularning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Pensiya qoidalari o'zgaryapti va bu o'zgarishlar hech kimni chetlab o'tmaydi. Bu nafaqat hozirgi pensionerlarga, balki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlarga ham tegishli. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Agar bu kanalga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumotlar siz uchun hayotiy zarur bo'lishi mumkin. Endi masalaning mohiyatiga o'tamiz. Avvallari pensiya tayinlashda mehnat stajini hisoblash tizimi bir qator eskirgan me'yorlarga tayanardi. Ko'pincha fuqarolarning mehnat daftarchalaridagi yozuvlar asosiy hujjat hisoblanar. Ammo ba'zi holatlarda bu yozuvlarda kamchiliklar, xatolar yoki nomuvofiqliklar uchrab turardi. Natijada yillar davomida halol mehnat qilgan fuqarolarning pensiyalari yetarli darajada adolatli hisoblanmasligi kabi holatlar kuzatilardi. Bundan tashqari, ayrim turdagi mehnat faoliyatlari, masalan, tadbirkorlik yoki norasmiy sektorlardagi ish tajribasini tasdiqlashda qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Chunki bu turdagi faoliyatlar uchun hujjatlashtirish jarayonlari juda murakkab yoki umuman mavjud emasdi. Pensiyalarni qayta hisoblash tizimi ham muntazam emasdi. Faqatgina inflyatsiya darajasiga bog'liq holda ma'lum bir foizda oshirilar edi, xolos. Bu esa o'z navbatida pensiyaning real xarid qobiliyatini saqlashda muammolar keltirib chiqardi, chunki inflyatsiya rasmiy pensiya oshishidan ko'ra tezroq sur'atlarda o'sib borardi. Bu vaziyat ko'plab pensionerlarda norozilik va adolatsizlik hissini uyg'otardi. Chunki ularning mehnati evaziga topgan pensiyalari real qiymatini yo'qotardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Yangi qoidalar pensiya tayinlash va qayta hisoblash jarayonlariga shaffoflik, adolat va zamonaviy yondashuvni olib kirishni maqsad qilgan. Eng muhim o'zgarishlardan biri bu mehnat stajini hisoblash usullarining yangilanishi va uning to'liq raqamlashtirilishi. Endi nafaqat mehnat daftarchalari, balki har bir fuqaroning shaxsiy hisob varag'ida jamlangan ma'lumotlar, soliq to'lovlari, ijtimoiy ajratmalar, yagona milliy mehnat tizimidagi ma'lumotlar va boshqa elektron ma'lumotlar ham inobatga olinadi. Bu bir tomondan pensionerlarni ortiqcha qog'ozbozlikdan, ya'ni turli idoralar orasida hujjatlar bilan yugurishdan xalos qilsa, ikkinchi tomondan ularning mehnat stajini aniqroq va xatosiz hisoblash imkonini beradi. Chunki barcha ma'lumotlar yagona elektron bazada birlashadi. Biroq bu o'zgarishlar ba'zi fuqarolar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, o'z mehnat faoliyatini rasmiylashtirmagan yoki hujjatlari tartibda bo'lmaganlar. Shuningdek, eskirgan qog'oz hujjatlarning elektron bazaga kiritilishida xatoliklar yuzaga kelganlar uchun pensiyalarni qayta hisoblash mexanizmi ham yangilanib, endi u yanada kengroq iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida amalga oshiriladi. Bu esa pensiya miqdorlarining real hayotga yaqinlashishini, ya'ni mamlakatdagi o'rtacha ish haqi, inflyatsiya va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bog'lanishini ta'minlashga qaratilgan. Bu tizim pensiyaning xarid qobiliyatini maksimal darajada saqlab qolishga xizmat qilishi lozim. Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil tahlil qilib chiqaylik. Kimlar aynan bu yangi qoidalarga e'tibor berishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Eng avvalo ta'kidlash joizki, bu yangiliklar barcha toifadagi pensionerlarga, ya'ni yoshga doir, nogironlik va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari oluvchilarga taalluqlidir. Shuningdek, yaqin bir necha yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan fuqarolar ham bu ma'lumotlarga jiddiy yondashishlari shart. Chunki yangi qoidalar ularning pensiya miqdori va tayinlanish shartlariga bevosita ta'sir qiladi. Kimlar uchun xavotirga o'rin yo'q. Agar sizning barcha mehnat stajingiz rasman hujjatlashtirilgan bo'lsa, ya'ni mehnat daftarchangizda barcha yozuvlar mavjud va ular tasdiqlangan bo'lsa, shuningdek barcha soliq va ijtimoiy ajratmalar o'z vaqtida va to'liq amalga oshirilgan bo'lsa, shuningdek pensiya jamg'armasiga oid ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq va xatosiz mavjud bo'lsa, unda sizning holatingizda pensiya miqdoriga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmasligi ehtimoli yuqori. Aksincha, yangi tizim sizning stajingizni aniqroq hisoblash imkonini berib, ba'zi holatlarda pensiyangiz miqdorini oshirishi ham mumkin. Ayniqsa avvalgi hisob-kitoblarda ba'zi nuanslar inobatga olinmagan bo'lsa. Ya'ni sizning huquqlaringiz yanada mustahkamroq himoya qilinadi.
Endi esa kimlar aynan xavotirga tushish kerakligi haqida. Birinchi guruh bu mehnat stajining bir qismi norasmiy ishlagan. Hujjatlar to'liq bo'lmagan yoki mehnat daftarchalarida xatoliklar mavjud bo'lgan fuqarolar. Ular o'z stajini tasdiqlash uchun qo'shimcha harakatlar qilishlari talab etiladi. Ikkinchi guruh bu tadbirkorlik faoliyatini yuritgan. Ammo ijtimoiy ajratmalarni to'liq yoki muntazam amalga oshirmagan shaxslar. Ularning badallarida kamchiliklar mavjud bo'lsa, pensiya tayinlashda qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin. Uchinchidan, oldingi pensiya hisob kitoblarida qandaydir noaniqliklar bo'lgan deb hisoblovchi, ammo bunga yetarlicha e'tibor bermagan pensionerlar ham diqqatli bo'lishlari lozim. Chunki qayta hisoblash jarayonida bu xatolar yuzaga chiqishi va pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollar orqali bu o'zgarishlarning amalda qanday ko'rinishini ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. Ahmad aka 1906-yilda tug'ilgan. Uning umumiy mehnat staji 35 yilni tashkil etadi. Shundan 25 yili yirik davlat korxonasida rasman ishlagan va barcha ajratmalar qonuniy amalga oshirilgan. Bu ma'lumotlar davlat bazalarida to'liq mavjud. Biroq 1990 yillarning boshlarida iqtisodiyotdagi o'zgarishlar davrida Ahmad aka 10 yil davomida kichik xususiy korxonada norasmiy ishlagan. Chunki o'sha paytda ko'pchilik shunday ishlagan. Uning o'sha davrdagi ishi mehnat daftarchasiga yozilmagan, lekin u o'sha korxonadan ma'lumotnoma olgan edi. Avvalgi qoidalar bo'yicha bu 10 yillik stajni tasdiqlash juda murakkab edi. Chunki korxona yopilib ketgan va hujjatlar saqlanmagan. Natijada Ahmad aka pensiya olishda faqat 25 yillik stajdan hisoblangan va uning pensiya miqdori minimal darajadan sal yuqori edi. Yangi qoidalar esa bunday holatlarda soliq to'lovlari, bank operatsiyalari, guvohlarning ko'rsatmalari va hatto mahalladagi faoliyatni tasdiqlovchi hujjatlar kabi qo'shimcha ma'lumotlarni inobatga olish imkonini beradi. Aytaylik, Ahmad aka o'sha 10 yil davomida har yili qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishdan olgan daromadi uchun soliq to'lagani haqida ma'lumot topdi. Yoki uning o'sha korxonada birga ishlagan 2 nafar hamkasbi hozirda pensioner. Uning ishini tasdiqlashga tayyor. Ular ham shu korxonada ishlaganliklari haqida tasdiqlovchi hujjatlarga ega. Yangi tizim bu ma'lumotlarni qayta ko'rib chiqib, ularni rasmiylashtirish imkonini beradi va uning stajiga qo'shimcha 5 yilni qo'shishi mumkin. Chunki ma'lumotlar ishonchli manbalardan tasdiqlandi. Natijada Ahmad akaning staji 30 yilga yetadi va pensiyasi masalan avvalgi bir 2 million so'mdan erkin 1 million so'mga oshishi mumkin. Bu esa uning turmush farovonligida juda sezilarli farqni anglatadi. Ikkinchi misol, Gulnora opa 1965 yilda tug'ilgan. U umrining aksariyat qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan. Ammo 2000 yillardan boshlab bir necha yil davomida kichik tikuvchilik sexida norasmiy ravishda ishlagan. Uning mehnat daftarchasi yo'q edi va hech qanday soliq yoki ijtimoiy ajratmalar to'lanmagan. Chunki ish beruvchi rasman ishga joylashtirmagan. Yangi qoidalarga ko'ra, bunday holatda uning pensiya olish huquqi faqat ijtimoiy pensiya bilan cheklanishi mumkin. Bu esa mehnat pensiyasiga nisbatan ancha kam miqdorni tashkil etadi. Bu Gulnora opa uchun jiddiy muammo. Chunki uning mehnat faoliyati e'tiborga olinmaydi. Agar Gulnora opa o'zining tikuvchilik faoliyatini rasmiylashtirganida, masalan, o'zini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazganida va minimal ijtimoiy ajratmalarni to'laganida, uning stajiga qo'shimcha yillar qo'shilishi va natijada pensiya miqdori sezilarli darajada farq qilishi mumkin edi. Aytaylik, u har oy minimal badal to'laganida uning stajiga 5 yil qo'shilib, u kamida 900 ming so'm mehnat pensiyasi olishi mumkin edi. Holbuki ijtimoiy pensiya 500-600 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu misol shuni ko'rsatadiki, norasmiy mehnat faoliyati bilan shug'ullanganlar uchun yangi qoidalar jiddiyroq talablarni qo'yadi va kelajakda pensiya olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun mehnat faoliyatini rasmiylashtirishga jiddiy e'tibor berish lozim. Uchinchi misol, Bobur aka 1955 yilda tug'ilgan, yoshga doir pensiya oluvchi. Uning pensiyasi 2010 yilda tayinlangan. O'shandan buyon pensiyasi faqat inflyatsiya hisobiga ma'lum foizda oshirib kelingan. Bu esa uning xarid qobiliyatini to'liq saqlab qolmagan. Biroq yangi qoidalar pensiyalarni har 5 yilda bir marta yoki hukumat tomonidan belgilangan boshqa chastotada iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari, o'rtacha ish haqi dinamikasi va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar o'zgarishini hisobga olgan holda qayta baholash mexanizmini joriy etmoqda.
Bu degani Bobur akaning pensiyasi endi shunchaki foizga oshirilmaydi. Balki uning pensiyaga chiqqan paytdagi ish haqi miqdori hozirgi iqtisodiy sharoitlarga mos ravishda qayta indeksatsiya olinadi. Ya'ni o'sha davrdagi maosh bugungi qiymatga keltiriladi. Agar uning pensiyasi hisoblanayotgan davrdagi o'rtacha ish haqi sezilarli darajada oshgan bo'lsa, Bobur akaning pensiyasi ham, masalan, avvalgi 3 million so'mdan 6 million so'mga yoki undan ham ko'proqqa oshishi mumkin. Chunki uning avvalgi maoshiga yangi koeffitsient qo'llaniladi. Bu esa pensionerlarning turmush farovonligini ta'minlashda muhim qadamdir. Chunki pensiya miqdori real iqtisodiy vaziyatga yaqinlashtiriladi. Biroq shuni ham yodda tutish kerakki, bu qayta hisoblash mexanizmi har doim ham pensiyaning mutlaq miqdorini oshirmasligi mumkin. Balki uning xarid qobiliyatini saqlab qolishga qaratilgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni avvalgi hisob kitoblarda xato bo'lgan bo'lsa, u to'g'rilanishi mumkin. Bu esa adolatni ta'minlaydi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar bir tomondan adolatni tiklashga va pensiyalarni real iqtisodiy holatga moslashtirishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fuqarolardan o'z mehnat faoliyatiga jiddiyroq yondashishni, hujjatlarni tartibda saqlashni va har qanday norasmiy faoliyatning kelajakda pensiyaga ta'sirini hisobga olishni talab qiladi. Shuning uchun barchangiz o'z mehnat stajingiz va pensiya hujjatlaringizni sinchiklab ko'rib chiqishingiz lozim. Bu shaxsiy mas'uliyatni talab etadi. Har qanday qoida kabi pensiya tizimidagi yangiliklarning ham o'z istisnolari, tuzoqlar va ko'zdan yashirin jihatlari mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi va huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Birinchi navbatda istisnolarga e'tibor qaratamiz. Ba'zi fuqarolar toifalari uchun mehnat stajini hisoblashda yoki pensiya tayyorlashda alohida imtiyozlar saqlanib qoladi. Masalan, ko'p farzandli onalar. Ya'ni 5 va undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan ayollar uchun pensiya yoshi kamaytirilgan holda belgilanishi, shuningdek ularning bolalarga qaragan davrlari ham mehnat stajiga qo'shilishi avvalgidek saqlanib qoladi. Bu ularning mehnat staji talabini yengillashtiradi. Yoki jangovar harakatlar qatnashchilari Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar, shuningdek davlat mukofotlari bilan taqdirlangan fuqarolar uchun ham pensiya hisoblashda alohida ko'rsatmalar mavjud. Bu toifadagi fuqarolar o'zlarining imtiyozli holatlarini tasdiqlovchi barcha hujjatlarni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga taqdim etishlari shart. Ularning pensiyasi yangi qoidalar doirasida. Ammo mavjud imtiyozlarni inobatga olgan holda qayta hisoblanadi. Ya'ni ularga nisbatan salbiy o'zgarishlar ehtimoli kamroq, aksincha adolatliroq hisob-kitob tufayli pensiyasi oshishi mumkin. Chunki ularning davlat oldidagi xizmatlari inobatga olinadi. Endi esa tuzoqlar va ko'zdan yashirin nuanslar haqida. Birinchi tuzoq bu ma'lumotlar bazasidagi xatoliklar. Garchi yangi tizim to'liq raqamlashtirishni nazarda tutsa-da, avvalgi davrlardagi qog'oz hujjatlardan elektron bazaga o'tkazish jarayonida xatolar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, sizning mehnat stajingiz to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lishi, ism-sharifingizda xato bo'lishi yoki pensiya hisob kitobi uchun muhim bo'lgan ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi va sizning noroziligingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasining saytiga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirish juda muhim. Agar xato topsangiz, zudlik bilan murojaat qilishingiz shart, chunki keyinchalik bu xatoni tuzatish yanada qiyinlashishi mumkin. Ikkinchi nuans, bu o'z-o'zini band qilgan shaxslar va tadbirkorlar uchun. Avvalgi tizimda bu toifadagi fuqarolarning pensiya jamg'armasiga muntazam badal to'lashlari mehnat staji hisoblanishi uchun asosiy shart edi. Yangi qoidalar ham bu talabni saqlab qoladi, lekin yanada qat'iy nazoratni joriy etadi. Chunki barcha to'lovlar elektron tizim orqali kuzatib boriladi. Ya'ni agar siz o'z-o'zingizni band qilgan bo'lsangiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz va minimal badallarni muntazam to'lamagan bo'lsangiz, kelajakda pensiya olishda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Hatto badallarni bir necha oyga kechiktirish ham stajning hisoblanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki tizim har bir to'lovni aniq qayd etadi. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, o'z shaxsiy hisob varag'idagi badallar to'langanligi holatini tekshirishlari va qarzdorliklarni zudlik bilan bartaraf etishlari juda muhim. Bu ayniqsa
Endi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan tadbirkorlar uchun o'ta dolzarb. Chunki ular to'liq stajga ega bo'lishni istaydilar. Uchinchi pitfall. Bu xorijda ishlagan fuqarolarning mehnat staji. Ko'plab hamyurtlarimiz xorijda mehnat faoliyatini olib borishgan. Avvallari bu stajni tasdiqlash juda murakkab, ba'zan esa deyarli imkonsiz edi. Chunki xorijiy hujjatlarni tan olish mexanizmlari yetarli darajada rivojlanmagan edi. Yangi qoidalar ma'lum shartlar asosida xorijiy davlatlarda olingan mehnat stajini ham inobatga olish mexanizmini joriy etish mumkin. Biroq bu har doim ham avtomatik ravishda sodir bo'lmaydi. Buning uchun xorijiy davlatdagi ish beruvchidan olingan rasmiy hujjatlar, ish haqi to'langanligi, soliqlar va ijtimoiy ajratmalar amalga oshirilganligini tasdiqlovchi hujjatlar talab etiladi. Ba'zi davlatlar bilan pensiya masalasida ikki tomonlama shartnomalar tuzilgan bo'lishi mumkin. Bu esa stajni tasdiqlashni osonlashtiradi. Ammo barcha davlatlar bilan bunday shartnomalar mavjud emas. Shuning uchun xorijda ishlagan fuqarolar o'zlarining xorijiy stajini tasdiqlash uchun qanday hujjatlar talab qilinishi va qanday tartibda topshirilishi kerakligini pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashishlari shart. Masalan, Rossiyada ishlagan bo'lsangiz, PFR, Pensiya fondi Rossiyadan olingan ma'lumotnoma yoki Turkiya, Qozog'istonda ishlagan bo'lsangiz, tegishli davlat organlaridan olingan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu juda muammo. Chunki bir necha yillik xorijiy staj pensiyaning miqdorini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin va buning uchun harakat qilishga arziydi. 4-holat, pensiyani qayta hisoblashda yuqori ish haqi koeffitsiyentini qo'llash. Ko'pgina fuqarolar pensiya tayinlashda aynan qaysi davrdagi ish haqi inobatga olinishini yaxshi bilishmaydi. Avvallari pensiya tayinlashda oxirgi 10 yillik ish haqi yoki istalgan 5 yillik ish haqi inobatga olinardi. Yangi qoidalarga ko'ra bu davrlar va hisoblash koeffitsiyentlari yanada aniqlashtirilishi mumkin. Siz o'z faoliyatingiz davomida eng yuqori ish haqi olgan davrlaringizni aniqlab, ularni tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etishingiz orqali pensiya miqdorini oshirishingiz mumkin. Ba'zida odamlar faqat oxirgi ish joyidagi maoshini ko'rsatib qo'ya qolishadi. Vaholanki 10-15 yil avvalroq olingan ish haqi, ayniqsa yuqori lavozimlarda ishlagan bo'lsangiz, bugungi kunga nisbatan indeksatsiyalanib ko'proq foyda berishi mumkin. Bu haqda har bir pensioner o'ylab ko'rish kerak bo'lsa, arxivlardan ma'lumotnomalar olishga harakat qilishi lozim. Endi eng muhimi, siz nima qilishingiz kerak? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishini bilish va tegishli choralar ko'rish uchun aniq qadamlar ketma-ketligini tushuntiraman. Birinchi qadam, ma'lumotlaringizni tekshiring. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali yoki pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti MyPokokov.uz portali orqali shaxsiy kabinetga kirib, o'z mehnat stajingiz va pensiya hisobingizdagi ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati mavjud. Shaxsiy kabinetingizga pasport ma'lumotlaringiz orqali mobil telefoningizga kelgan bir martalik parol yordamida kirishingiz mumkin. Bu yerda sizning rasmiy mehnat stajingiz, pensiya jamg'armasiga qilingan ajratmalar va mavjud bo'lgan pensiya miqdori haqidagi dastlabki ma'lumotlar aks etadi. Aynan shu yerda siz avvalo ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Chunki elektron baza asosiy manba hisoblanadi. Agar ma'lumotlar to'liq bo'lmasa yoki xato bo'lsa, bu sizning pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Agar ma'lumotlaringizda nomuvofiqliklar topsangiz yoki sizda qo'shimcha stajga ega ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lsa, ularni to'plang. Bu quyidagilar bo'lishi mumkin. 1. Mehnat daftarchasi, asli nusxasi va nusxasi. Agar mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash yoki ish joylaridan ma'lumotnoma olish choralarini ko'ring. 2. Diplomlar, agar oliy ta'limda o'qigan davringiz ham stajga qo'shilishi kerak bo'lsa, masalan, kunduzgi bo'limda o'qigan davr. 4. Nikoh guvohnomasi, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa va hujjatlardagi ism-shariflar turlicha bo'lsa, bu o'zgarishlarni tasdiqlash uchun. 4. Farzandlaringizning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Ayniqsa, ko'p farzandli onalar uchun ularga imtiyozlar berilishi mumkin. 5. Ish joyidan olingan ma'lumotnomalar, ishlagan davringiz, lavozimingiz va ish haqi miqdorini tasdiqlovchi, agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. Bu eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. 6. Soliq organlaridan olingan ma'lumotnomalar. Agar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsangiz, soliq to'lovlarini tasdiqlovchi.
Bu tadbirkorlar uchun stajni tasdiqlashning asosiy vositasidir. Bank hisob varag'idan ko'chirmalar agar rasmiy ish haqi bank orqali o'tgan bo'lsa, lekin boshqa hujjatlar yetarli bo'lmasa, bu qo'shimcha dalil bo'lishi mumkin. 8. 2 yoki undan ortiq guvohning ko'rsatmasi. Agar mehnat stajini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar mutlaqo mavjud bo'lmasa, bu oxirgi chora hisoblanadi. Bu holda guvohlar siz bilan bir davrda, bir tashkilotda ishlagan va hozirda pensioner bo'lishlari maqsadga muvofiq, chunki ularning ko'rsatmasi ishonchliroq hisoblanadi. Guvohlar pensiya jamg'armasida shaxsan ko'rsatma berishlari lozim. 3-qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Barcha hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. U yerda siz o'z holatingizni tushuntirib, pensiyangizni qayta hisoblash yoki stajingizni aniqlashtirish bo'yicha ariza yozasiz. Arizada o'zgarishlarni kiritishni istagan davrlarni aniq ko'rsating va iloji boricha ko'proq tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Ariza 2 nusxada yozilib, bir nusxasi sizda qolishi, ikkinchisiga esa qabul qilgan mutaxassisning imzosi va sana qo'yilishi muhim. Bu kelajakda ehtimoliy nizolarning oldini olishga yordam beradi va sizning arizangiz qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. 4-qadam murojaat muddati va javobni kutish. Sizning arizangiz ko'rib chiqilishi uchun qonunchilikda belgilangan muddat bor. Odatda bu 11 ish kuni. Ba'zi murakkab holatlarda qo'shimcha tekshiruvlar talab etilsa, bu muddat 30 ish kunigacha uzaytirilishi mumkin. Sizga pensiya miqdorining o'zgarishi yoki stajingizga kiritilgan o'zgartirishlar haqida rasmiy yozma javob taqdim etiladi. Agar javob sizni qoniqtirmasa yoki sizning fikringizcha pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu holatda sizga advokat yordami ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam. Muntazam ravishda ma'lumotlaringizni yangilab turing. Agar siz pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangizda, mehnat faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining shaxsiy kabinetida o'z ma'lumotlaringizni muntazam tekshirib turishingizni tavsiya qilaman. Ish joyingiz o'zgarganda, maosh miqdori o'zgarganda yoki tadbirkorlik faoliyatingizda o'zgarishlar bo'lganda, bu ma'lumotlar pensiya jamg'armasi tizimiga to'g'ri kiritilayotganligiga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda pensiya tayinlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va kutilmagan muammolarning oldini oladi. Har bir yangilik va o'zgarish haqida xabardor bo'lish sizning manfaatingizdadir. Shuni yodda tutingki, yangi qoidalar sizning huquqlaringizni himoya qilishga va pensiya tizimini adolatliroq qilishga qaratilgan. Agar sizda savollar paydo bo'lsa yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, pensiya jamg'armasining maslahat markazlariga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilishdan tortinmang. Ularning veb-saytida barcha kerakli kontakt ma'lumotlari mavjud. O'zingizning huquqiy savodxonligingizni oshirish orqali kelajakda moliyaviy barqarorligingizni ta'minlaysiz. Shunday qilib, aziz do'stlar, bugungi videoda biz pensiya qoidalaridagi muhim o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqdik. Bu yangiliklar har bir fuqaroning hayotida muhim rol o'ynaydi va ularga befarq bo'lmaslik kerak. Biz o'zgarishlarning mohiyatini, kimlar uchun dolzarb ekanligini, qanday holatlarda imtiyozlar saqlanib qolishini va qanday tuzoqlardan ehtiyot bo'lish kerakligini tushuntirib berishga harakat qildik. Eng muhimi, bu ma'lumotlar asosida harakatga o'tish va o'z pensiyangiz kelajagini himoya qilishdir. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning bu boradagi fikrlaringiz, shaxsiy tajribalaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun qimmatli va biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelgusi muhim yangiliklarni birgalikda muhokama qilishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Ularning pensiya masalalariga befarq bo'lmang. Chunki bu butun oilaning farovonligiga ta'sir qiladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.